Otangga rahmat. Bu zaminda ulug' beklar o'sayotir. Mard o'g'lonlar qaddi tiklar o'sayotir. Kuch qudrati temurdeklar o'sayotir. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Hurmatli prezidentimizni islohotlari amaldorligini hamma ko'rdi. Hurmatli prezidentimizni islohotlarning amaldorligini hamma ko'rdi. Mana bu aylani oddiy bitta shodlik, MFSdagi shodlik mahallasidan chiqqan yigit mana Saudiya Arabistonda o'zida mehmon bo'lgan joyda g'olib bo'lib eng ko'p gol urgan yigit bo'ldi. Atilbek bilan faxrlanaman. Al-Farg'oni, Marg'inoni izdoshiman. Babam Qodiriy cho'lponlarning yurtdoshiman. Qarang menga, men o'zbekning quryoshiman. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Faqat bizning yurtimiz emas, biroqcha yoshlarimiz alohida mana shu yoshlarga e'tibor berganliklari uchun, sportga e'tibor berganliklari uchun cheksiz minnatdorchiligimni izhor etaman. Tumanimiz hokimi, viloyatimiz hokimlariga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Bular mendan Jonim fido shu yurt